2026-yilda bizni dahshat kinolar kutib turibdi. Hozir bir nechta eng toplarni sanab beraman. Haqiqiy kino sevarlar bo'lsa obuna bo'lib qo'ying va bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Demak boshladik. Yaqinda yoz va iyundan boshlasak, iyunda bizni haqiqiy immamiz, ya'ni o'yinchoqlar tarixi 5 chiqadi. Treylerini ko'rgan bo'lsanglar kerak, endi o'yinchoqlarga qarshi planshet chiqadi. Xuddi hozirgi hayot kabi. Iyul oyi uchun alohida bitta kommentariy yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Odyssey va Spider-Man Brand New Day. Dahshat kinolar. Siz kim bilan tushgan bo'lardingiz kinoteatrga shu kinolar uchun? Odyssey bu Christopher Nolanning yangi kinosi. Xolasizlar, Odyssey haqida ham video qilamiz. Birozgina tafsilotlar haqida. Ikkinchisi o'rgimchi yordam kechagina treyleri chiqdi. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, dahshat. Shunchaki respekt. Endi birdaniga kuzga, ya'ni oktyabrga o'tamiz. Oktyabrda bizni ikkita film kutib turibdi. Digger va Social Network kinosining ikkinchi qismi. Digger haqida bir ma'lumotlar yo'q. Hozircha Tom Cruise o'ynar ekan. Qiziq bo'ladi deb o'ylayman va qazuvchi degan ma'noni bildiradi. Social Networkning ikkinchi qismi haqida esa o'sha 2010-yilda adashmasam, Facebookning yaratilishi haqida chiqqan kinoning ikkinchi qismi. Bu nima bo'ladi endi ko'ramiz. Va yilning oxirida dekabr oyida bizdan dahshat premyeralar kutib turibdi. Dune kinosining 3-qismi va Qasoskorlar Doomsday, ya'ni qiyomat kuni yoki Doom kuni. Va yana bir Werewolf degan kino. Endi Dune kinosini ko'rganlar biladi. Timothée Chalamet yorib tashyapti, xullas o'zingizlar ko'ringlar, maslahatim. Endi Qasoskorlar kinosiga ortiqcha ta'riflar shart emas menimcha. Shunchaki zametkilar yozib qo'yinglar yoki shu videoni saqlab qo'yinglar, esingizlardan chiqib qolmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, men eslatib turaman. Undan tashqari yana bir nechta reliz sanasi noaniq bo'lgan kinolar bor. Ularning bittasi Narnia kinosi. O'sha yoshligimizda biz sevib tomosha qilgan Narnia kinosini qaytadan ishlab chiqarishyapti. Netflixdagilar. Bu yana bittasi Backrooms degan o'yin bor, bilasizlar, xonalarda qochib yuradi, qo'rqinchli o'yin va o'shani kinosi chiqyapti. Menimcha qiziq bo'ladi. Va bu kinolar chiqquncha zerikib qolmaslik uchun nimalar qilib tursak bo'ladi desanglar, Homplay degan dastur bor. Bu yerda siz 5000 dan ortiq kino va seriallar, turk, hind va korey seriallarini ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari multfilmlar ham bor. Va bodroq promokodu bilan 3 kun bepul hammasini xohlaganingizcha ko'rsanglar bo'ladi. Yuklab olishga esdan chiqmasin. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'lib kuzatishni davom etinglar.